Assalamu alaykum. Qanday yaxshi bo'lsa salomat qolsin inshaalloh. Men bugun sizlarga mana shu uyattirisi bio blenderning yenilam. Bu uyattirisininki alohidligini deb bermoqchi, deb berish bilan birga, ya'ni supurmoqchi uyimning purqi uzun süre qoladi, uzun vaqt. Uzun vaqtgacha purqi ketmaydi. Buni bir sinmoqchi. Andan keyin buningki, ya'ni kiyimlardagi choyninki dog'lari, qahvaning dog'lari bo'lsa, bu ishni chechib turib qo'ysanlar chiqib ketadi. Yana bir özellikki gullarga mesela gül boqqan bo'lsanlar, kichik ushaq böceklar deymiz, hamda qurtlar hamda qushlar bo'lib qolsa, bu ishni chechish orqali yo'qotib o'tish alohidligi bor ekan. Men ma'nosini tunjan oldim. Uni asta-asta yana birga sinaymiz. Andan keyin buni yana qalam izini chiqarishqimi önümü bor. Men hozir uyimni sipamoqchim shuning bilan. Uyinglarga shu holatda pishkirtib chasanglarmi bo'ladi. Andan keyin süpürgelarni ichiga chechib turib qo'ysanlar bo'ldi. Men bu mening süpürgem suluq süpürge. Shuni quyib turib süpürman. Bundan keyin boshqa nurg'un narsalar bor. Menda bor, inshaalloh oz-ozdan tanishtiraman. Gilam yuydiganimizmi inshaalloh men ham qo'limda yuvib ko'ksitib qo'yaman sizlarga. Lekin men gilamni yana süpürgemda yuyman. Men hozir bu suyuqliqimni bu holatda ichiga chiqsammi bo'ladi va yoki bo'lmasa og'zini ochib, ichiga suyini to'ksam bo'ladi. Mana biroziq shuni ichiga to'kib etib uyimni supuray. Bu yetarlik. Andan keyin men gilam yuvgan vaqtimda yana shu supurgemni ishlataman, chunki bu supurgemning gilam yuvish apparati bor. Gilamni shunda yuymas, ammo lekin sizlarga ham qo'limda yuvib ko'ksitib qo'yaman. Gilam yuvish nimasini, bu sopuningki gilam yuydigan sopunim bor. Uni men sizlar bilan tanishtiraman inshaalloh yaqinda. Yana boshqa nurg'un narsalar bor. Uni tan o'rtoqlashamiz inshaalloh. Hozir men uyimni shuning bilan supurib puratmoqchi. Buning purqi uzun vaqt qoladi. Ham haqiqatan bek yaxshi. Hozir chechib bo'g'ich purqi elindi zaten. Buning men bayam deganlikning alohidligi bor. Hozir men supurib sizlarga ko'ksitib qo'yay. Purqini men sizlarga puryanmaysizlar, lekin haqiqatan uzun süre qoladi. Buningki 3-4 xil puraqligi bor. Mening og'inim bahar kokusu. Mana ko'rganinglardek. Men bahar faraqligini ilig'liq sizlar qaysini xohlasanglar bu osonglar bo'ldi. Haqiqatan bek yaxshi. Bu markaning hamma narsalari bor. Hozir sizlarga ozroqlarni supurib ko'rsatgim keldi. Purqini deb bergim keldi yana. Uyning ichi haqiqatan puridi. Sizlarmi sinab baqsanglar bo'ldi inshaalloh. Men supurgening ichiga to'kdim. Sizlar uyinglarga chassanglarmi yoki supurgenlarga suvsiz bo'lib qolsinmi, yoki supurgenlarga chechib turib ishlasanglar bo'ladi. Haqiqatan bek yaxshi. Gilamlardagi leklarni chiqarib uzun süre ishlasanglar, gilamlarning unumini ko'rsanglar, gilamlar haqiqatan paqiraydi. Ya'ni ba'zi leklar nima deymiz, dog'lar yo'qaydi. Sinab baqsanglar bo'ldi inshaalloh. Bu haqiqatan bek yaxshi bir nimasi attirisi, nurg'un alohidlik ega. Inshaalloh yaqinda yana yangi mazmunlarni o'rtoqlashamiz, Alloh xolisa.